Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Otxonaga keldik. Otni ko'ringlar. Uloq chopadigan ot ekan. Manchester 15 klasi. Manchester degan ot ekan. Nechta uloq yutgan mana shu? Yutgan ancha yutgan. Bular bu yoqlarda hammasi ko'chadan, narada ikkita ot bor. Narigi tomonda yana bor. Qolgan otlar ko'chada ekan. Kim otga ishqibozliklar bo'lsa, podpiska bosinglar, like bosinglar. Mana. Ismi nima buni? Temirxon. Otni ko'ringlar, ey. Temirxon ot. Chicago ot ekan. Buni narigi biyalarga qo'shyapsizlar. Bu uchalasi qo'shilyapti. Kechasi qanday U zoti qayerga? Qo'qondan 98 xolos vodiydan. Vodiydan, a? Vodiyni oti. Toshkentda 98 $110 bor. olayotgan joyimiz Toshkent viloyati. Narigi ot qayerga? Bu shotami? Bu shu yer. Olingan 210 ming edingizmi? Hozir qanchaga tortadi mashinlar? Pultor $210 olgan buni. Ha. Bunisi 65 ming bo'ldi. Bunisicha Buni bilmayman. Buni kecha paytida $27 olgan mana. Kecha paytida. $27. Toyligida, kichkinaligida olgan. Narigi 3-chi ko'rganlaringiz $217 ekan. 217 ming. Mana otlar. Hammasi uloqqa kiradigan ot ekan. Ha, otxona. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiskani aymasdan bosinglar.